buradan baharam bulbula buradan bacaman. بیاید دانه یارم بیادو دل یارم بیاسه بو انارم بیا چار ندارم بیا پنج ای خورشید بیا شیش ای شرابم بیا هفت البهشتم بیا هشت روز یارم ای وقتی گلی سبزن ای لبها تبوسم ای تازه عروسم گریه نکن بخرم یار بی وفایی دارد یار بی وفا چی باشد لفظی حلال دارد. juda ham ajoyib. Albatta jonli ijrodan bugun teletomoshabinlarimiz ham bevosita, demak, bahramand bo'lishmoqda. Bu esa ularning kayfiyatlarini maksimal darajada ko'tarib, tushlikda ko'rsatuvni ham tempini oshirdi degan umiddamiz va shu bilan birgalikda yana savolim bor. Feruza opa, mana san'atkor oilasida tug'ilgansiz. O'zi yoshligingizdan qaysi san'atkorga havas qilgansiz? O'shanga o'xshab kuylayman deb. Ha, Gogush bu fors qo'shiqchisi. O'shani bitta filmda o'ynagan roli bor. O'sha paytda Koinot televideniyasi bo'lardi. Sodiq aka o'sha televideniyada boshliq edilar. Istiqlolda edi. Ha, she'rda edi. O'sha televideniyani qo'ysam, efirga bitta film boshlandi. Uzoq kecha Dolgaya noch. Dolgaya noch degan. Kinoni boshida o'sha Gogush bitta qo'shiq aytadi. O'sha qo'shiqni ham eshityapman, ham yig'layapman birinchi marta ko'rib. Ustozimga telefon qildim. Bu qanaqa qo'shiq bu? Keyin u kishi aytdilar. Ha, bu juda qiyin qo'shiq, sen buni ayta olmaysan dedilar. Nimaga ayta olmas ekanman deganman. Shu qo'shiqni o'rgangunimcha bilmadim, yarim yil vaqtim ketdi. Lekin urinadim shu qo'shiqni kuylayman deb. O'shandan demak siz o'rgandim. Sizga o'sha odam kumer bo'lib, sizga shu motivatsiya bergan, shu qo'shiqni o'qish uchun. O'shanda necha yoshda edingiz? Necha yoshda bilaman. 15, 14, 15, 16 shu yoshlarda bo'lganman. Hali demak katta sahnalarga chiqib qo'shiq aytmagansiz o'shanda. Televideniyega chiqib Endi turardi. boshlayotgan bo'lgansiz. Ha, keyin o'sha qo'shiqni aytganimni eshitganlar Sodiq aka meni konsertlarga chaqirardilar. Televideniyada bo'ladigan syomkalarga Bayramlarga, bayram tadbirlariga qatnashardi. 14 o'shanda edi. Demak, u ham fors zabon qo'shig'idagi tildagi qo'shig'i. Shuning uchun ham sizni demak o'sha qo'shiqlaringiz orasida ko'pincha tojik tilida, fors tilida qo'shiqlar ko'p ekanda. Endi yo'q, fors tilida kuylashimga sabab u forscha qo'shiqlarning ladi. Menga juda yoqadi. Boshqa millatni nima deydi, musiqasida bo'lmagan ladlar u Qo'chirimlar bor. Mana masalan, butun dunyoda 7 ta nota bor. Lekin fors musiqasida o'sha 7 ta nota yana choraktaga bo'linadi, yarimtaga bo'linadi, shunaqa. Juda ham nima deydi, tonki sluh bo'lish kerak. Qanaqa qo'shiq edi o'sha, hali ham yodingizdanmi? Ha, bor. Ozgina eshitaylik. Keyin o'sha ashulani o'rganib olgandan keyin juda ham ko'p mendan uni so'rashardi. Hattoki to'y marosimlariga borganimda o'sha ashulani yaxshi ko'radiganlar, muxlislar to'y tugagandan keyin qolardida o'sha ashulani aytib berasiz bizga deb qayta aytardim o'shani. Endi o'sha filmni ko'rganlar, o'sha zamonni odamlarida, ya'ni albatta o'sha paytdagi, davrdagi muhitni his qilgan odamlar va sizni tanitgan qo'shiq desak ham bo'ladi. Ha, to'g'rimi? Desak ham bo'ladi. زخمی تر است همیشه از درد دل سپردن سرخورده بودم از عشق
darin